Assalomu alaykum do'stlar, qadrdonlar. 2026-yil 9-iyun bo'lsa kerak bugun adashmasam. Olcha shu bir qarishdan ancha o'tib ketdi. Ikki qarishga boryapti. Ko'pchilikda shunaqa chiroyli chiqib turib, keyin ola bo'lib quriydi, yo bo'lmasa ulamaga kelmaydi. Shunga nima qilish kerak? Men o'zim tajribamdan o'tkazgan narsalarni aytaman, kimgadir qiziq bo'lsa qilsin. Qora giloslarni o'ziga olcha deyiladi. Bizda qora gilos deydi, ko'pchilik olcha deydi. Mana shunday chipchiroqliq chiqdi. Chipchiroqliq chiqdi, mana bularlari ham yaxshi chiroyli turibdi. Chiroyli bo'lib chiqdi, qurishdan o'tib oldi, yana dash quriydi. Iyul oyigacha bular yaxshi quriydi. Buning ichida nima qilish kerak? Hozirgi kunda o'rgamchikkani sho'riga dorini sepish kerak. Tepadan dori sepgan kuningiz, obeddan keyin salqinda sepib, kechqurun mana qo'limni ko'ringlar. Hozir yer ras isigan payti. Mana bunday qilib tiqasiz qo'lingizni. Yerda sovigandan keyin suv ochasiz. Suvingizni ochib, chiroyli qilib, quyosh chiqmasidan suvingizni to'xtatasiz qora gilosga. Necha oqsa bo'laveradi. Keyin nima qilasiz? Mana shuna bo'lib chiqib ketgan, bular ulamaga kelmaydi, maydaroq. Endi buni hozir mana shu holatda ikkitasini yo bittasini yo 3-4tasini shuni yulib olsak, baquvvatini qo'ysak, bu ham qurib qoladi. Chunki tomiriga havo kirsa yo'q quriydi. Shuni toqalashni yo'lini o'rgataman. Shunda buni o'zini kitobi bor. Suvni ochasiz, suv tindirasiz. Ikkinchi kunda yarimidan o'tgandan keyin kirsiz, oyog'ingizga loy yopishmaydigan darajada chopsiz, yer loy bo'ladigan darajada. Misol uchun balki birovniki 1 kunda yetilar, birovniki 4 kunda yetilar, hammaniki har xil. Shu holat bo'lganda buni yulib olasiz. Yulib olganingizdan keyin buni orasiga buni o'zi loyli holatida sug'urilib chiqadi, ichiga havo kirib qolmaydi. Obeddan keyin yulasiz, yana kechki paytda yulgan qatorlaringiz suv ochasiz. Yul bo'lmasam quriydi, bilib olinglar, bo'lmasa qurib ketadi. O'shaning uchun 4 kun 5 kundan beri video qo'yganim yo'q. Mashitlar o'tab juda ham katta maydonlarda xudo xolasa ko'chatlarimizni yetishtiryapmiz. Juda ham chiroyli, hammasi yaxshi. Chipchi o'tlari bor. Hozir choptirib dorilar solamiz. Dori solishda ham faqat sepib solmanglar. Sepgan sarlaring tugaveradi ko'chat. Sepgan traktorda. Ko'proq shakar dori ham aralashtirib solinglar. Solayotgan dorilaringni, machavinami, amofosmi, karbamid deysizlarmi? Shunaqa qilib yetishtirib ko'ringlar. Men mana shu videoni noyabrda ketganimda ham, misol uchun olgan videolarim bor. Shunaqa qilib tarbiyalaganman, qaraganman, qush yegan, cho'qigan, anetlarda chiqmagan. Xudoni bergani bo'ladi. O'shaning uchun sizlarga o'zimni qo'limdan kelgancha maslahatlar berib boraman. Sizlar bittadan like bosib, qo'llab-quvvatlab turasizlar. Chunki ko'pchilikdek qo'llar tushunmagan narsasini tushuntirib boramiz. Hozirgi kunda rosa ishlov berish jarayonlarida turibmiz. O'zimiz ham sekin o'tab ketyapmiz. Mana shu o'tayotganimni ham mana o'tadim. So'chim mana bu tagida o'tayapman. Mana shu tomiriga yaqin bo'lsa, mana shu ko'chatcha quriydi. Hozir yaxshi holatda turibdi. Mana kasalliklari bor. Ko'rayotgan bo'lsanglar. Havo juda ham issiq. Qora gilosga akalar
Mashina qilib ishlab berib turinglar. Men o'zimniki qana bo'ladi. Balki birar yil kuzatinglar. Balki ishonmasliklaring mumkin. Hammani o'zini fikri, hammani o'zini xarakteri bor, hammani o'zini qarash xususiyatlari bor. Ekyapsiz, yaxshi bo'lyapti, yo ulamaga kelmayapti, qiynalyapsiz, boshqa bo'lyapti. Sizlarga tekin internetdan lifehacklarda mana bu chiqqaniga e'tibor qilinglarda. Bular ulamaga kelish o'ta qiyin-da. Hozir hech yo'q yarim qarichga 4 barmoqqa bitta qo'yish kerak-da. 4 barmoqqa bitta qo'yish sumatda bir 20 tacha hozir ko'chatcha chiqib ketish kerak. Buni olsangiz yondagilar ham qurib ketadi. O'shaning uchun ko'pchilik qora gilos toqalamaydi. Toqalasam qurib ketadi. O'zi qurib qolganiga ulaveraman. Qolib ketsa bahorda ham ulaveraman deydi. Buni yopib qo'yib. Sentyabr oyida ulanadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, 50 mingga yaqin qora gilos tayyor qilaman, xudo xolasa. O'zlaring chirinkalarni olib kelib, shu qatorlarida, mana qator, mana 10 ta qatorga men 8 ta 9 ta qatorga men ulayman. O'zlaring ishongan sortlarni ham olib kelishlari mumkin. Bemalol ko'chat tayyorlab beramiz. Zo'r qilib qarab, dorilar solinyapti. Shuning uchun bitta lifehack, bittadan like bosib qo'yinglar. Kimdir uyida zo'r gilos bor, yo bog'ida zo'r gilos bor, ko'paytirish kerak, ko'chadan olsa qimmat. Kelishtirib, oldindan bir so'm pul olmaymiz, tayyorlab bo'linsa, lekin olib kelayotgan sortlarni so'rab olamiz. Chunki ertadan keyin bu ko'chat 2 yil 6 oyda tayyor bo'ladi, ekilgan kundan beri. Biz ham umrimiz ketadi, u odam bor bo'lib qoladi, yo'q bo'lib qoladi. O'shaning uchun olib kelgan sortini so'rab, o'ziga ma'qul keladigan, bizga ham ma'qul keladigan sortlarda olib kelsa ulab beramiz. To'g'risi, sababi ertadan keyin biz ham mehnat qilganmiz. Shuni o'rniga o'zimiz boshqa narsa ulasak ham yaxshi pulga sotishga aqlimiz yetadi. Hamma aldanaverib to'ygan odamlar uchun ba'da shoftolilar, o'riklar, behi, mana xohlasa 10 gektarda ko'chat bor, bemalol kelib 1 gektari qora gilos bemalol kelib ko'rib, mana shu yerda qora giloslar sentyabrda, shoftoli, o'riklar avgust oyida ulamaga boshlanadi. Kimgadir qiziq bo'lsa, bemalol chirinkalarni olib kelinglar. Ular tayyorlab beramiz. Nok, beha, xollagan turdagi ko'chatlaringni qiziqishlaring bo'lsa, aldanaverib to'ygan bo'lsanglar, olib kelsanglar, mana shundoq qilib, bir xil qilib, 5 barmoq qilib tayyorlab berishga harakat qilamiz. Videoga bittadan like bosib qo'yasizlar. Sizlar bilan men Akbar Ali Muhammadjon, Agrabog' vodiydan. Hozirgi kunda qora giloslarimiz qanchaga keldi? Mana yerdan 1,5 qarishga kelibdi. Hozirgi kunda holatlari yaxshi, 2 qarishga kelgani ham bor. Endi buni toqalab chiqamiz. Videoga bittadan like bosib qo'yasizlar. Sog' bo'linglar. Nomerlarimiz 346 46 99 raqamiga. Podvoyda ko'chatlar desa, podvoyda, urug'da desa, urug'da. Xollagan turdagisi bor. Kim uchundir qiziqda endi shu narsalar, misol uchun aldanaverib to'ygan odamlar juda ham ko'p. O'sha odamlar uchun ko'chatlar tayyorlab beramiz, bemalol kelib, ustida ko'rib, ishonch hosil qilib, chirinkasini olib kelsa, misol uchun telefon qilib, balonchi qalaysan, yaxshi. Shunaqa chirinka olib bormoqchi, qachon boring? Mo'y kuni kech payt kesib keling, bittan keyin biz ertalab ulaymiz, qarab turasiz. Shu. Garnen podvoyda shoftollar juda ham yaxshi. Podvoyga qiziqadiganlar, oddiy uruqqa qiziqadiganlar alohida. Narxlari har xil bo'ladi, bilib olinglar. Shunga qarab bemalol kelaverasizlar akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.